Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuzi tuvan Xijiljon do'stonlar yondanman. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz bo'lsa, Hindistonning Singapurda turishliq dangliq polvini, Colt ishtinni ichiga kiydigan Hindistonning xosiyatli odami Krishning hikoyasi. Kichik chig'idan boshlab ota-onasidan yetim qolgan Krishish momisi bilan birga yashaydi. Uning aqliy iqtidori ham badan saposi normal insonlardan nechasi yuqori bo'lib, navramga ko'z tegib qolarmi deb o'ylagan bu momay navrisini ilib tog'liq jilg'iga ko'chib ketadi. Yayloqqa qo'yib bergan Krishish shunchalik kuchtingir ham g'azab chapadigan bola bo'lib, paylansi oz deganda 6 da 0 edi. Mama, men qaytib keldim. Kaş kichik talada lolmilik qilib yursan ha. Men mushu uyda ishakdek ishlay ha. Bir ishga asqatmaysa ya. Mama yordamchi qilishlar, yordamchi beray, men chinqashdan tis beray. Voy bo'ldi, qo'ya. O'ynag'ini o'ynag'ini. Voy sen qilolmaysan bu ishlarni. Ma'qul. Voy bir ishga ya asqatmasa bular. Men mushu uyga bir malayg'u, men malayman. Nima ko'nay menga? Nima kun pensiya maoshimni ilib o'ynab yursam bo'lmamdi. Mama bo'ldi qilib beshim og'riyotdi. Og'irmadi beshing. Kash kichik telefon qarab o'tdasan og'riydi shu. Ya bir to'y qilmading. Biz tanishtirgan qizlarni ya yaratmading. Mushundaqla o'tdasan osmondan tushamdasan xotin. Dal mushchaqda osmondan bir xotin parashyutga o'ltirib laylab tushdi. Buni ko'rgan Krishish, "Mavi jahon tilganni berdik-a, jumo." deydi-da, ishtonning belbig'ini bo'shtib, oyoq chingitib, qoplan kabi yugurib boradi. What a low pose! Hey, what a low pose, Layla! What a! Krishish uchib berib bu qizvolni tutib oladi. "Menga tegamsiz. O'zimni tanishtirib betay qarang. Xobiramda chankam bor, 3-400 ming deykan bor. Ansirmagin ay qizchaq. Kon uyga chaychan bor." Oy, bo'ldi, hayajonlanma, vaqiraydigan ishlarga oldimizda. Amaliyot bu qiz hargizmi tirishning gaplariga hayajonlanmadi. Balki yonbishiga vasvas tegayotgan daraxtning shoxlarining og'rig'iga chidamay vaqirayotdi. Krishish bu go'zal qizni yerga tashlabdi. Hamda qutqazuvchilarning kelganini ko'rib, asta mekinib oldi. Moviyada. Tiniqi. Baka. "Ya pir, ishim bo'lmabdi ya. Bundan keyin bu qizni aşı Perya deb chaqirayli ha." Perya? Nima degan chiroyli qizim bu? Bu qiz bilan bir chang Hindistoncha usul o'ynab olmasam, qandoqmi xalqqa yuz kela alayman? Peryaning belini tutib puxadan chiqmagan Krishish, o'g'irliqcha Peryaning chidirga kirib, putini purab boqmoqchi bo'ldi. Vaqirma mo'maq qiz. Mo'mam menga puti terlaydigan qizlar talaylik bo'ldi degandi. Menga tegamsiz. Perya uning talabiga unmaydi. Atsi Krishish taqqa yamishayotgan Peryaning oldini to'sib, "Bugun ya menga tegisa, ya menga Guymirangni tanishtirib qo'ysa" deydi. Bu ishlardan qattiq cho'chib ketgan Perya do'sti Lazarovni izlab masla solmoqchi bo'ladi. Bu chaqda Lazarov yalik deqqan Qosim qo'naq bilan olvosti satmi yoki menmo surgan xotin satmi degan tema to'g'riliq munozirlashyapti. "Tova, men sizlarga desam qara, u bir saronka." Yo'q. U bir sarong emas. Balki siz sarong. Siz bu yoshga kelganda achiqqiniga qo'shyosingiz bo'ladi. Siz bundaq joylik qilib unimay turib olsangiz, u keyin sizning jiboringizning ostiga kirib sizni xotinim deb turib olsa va u chaqda nima deysiz? Sapamiyo degan bilan tugmaydi u ish. Perya amalsizlikdan ko'rishmoqchi bo'ldi. Krishish bilan ko'rishgan Perya uning budir chochlaridan, qamlashgan chiroyidan, qovul muskullaridan, to'lg'inib turgan bellaridan ta'sirlanib, "Xo'sh, bu yerda 2 kun muhabbatlashib qo'ysam, namping yo'llarimning qaysi birisi biladi deyay?" deydi-da, birlikda usulga tushdi. Ular tog'da o'ynaydi, bog'da o'ynaydi. O'rmonliqda o'ynaydi, chimliqda o'ynaydi. Ishqilib siz biladigan yerning hammasida o'ynaydi. Do'stingizga yondan bayona tavsiya qilishni unutmang,